Hürmetlik vatandaş bugün leksiyalarımızı başlayıyoruz. Leksiya da size Gazi Rozu Washington'da sözleyimiz. Bugün Çiğsağ 2026 yıl 5. ayının 5. günü haftaga seyşembe vatandaş. Bugün sizlerge sözleydik ve leksiyadan avval vaziyet doğrusu da Amerika Qo'shma Shtatlar prezidenti Donald Trump şunu gün digidek yerim kechida o'rnidan turib digidek matbuotlarga ifade bildirdi. Mesela İran bilen Amerika o'rtasida urush to'xtatish to'g'risida imzolangan kelishim. Vaqtliq kelishim ve onun önümlük bo'lishi bo'lmasligi kerakligi to'g'risida shundaqla hozir İran'a bo'lgan munosabatda fosfor bo'g'zining ahvoli ve Amerika armiyasının hareketdagi ifodasi to'g'risida so'zlagan bayon qilgan fikr bayonlarni bugün vatandaşlarga aytib so'zlaymiz, so'zlab vatandaşlar leksiya o'rnida. Ondan keyin ikkinchi vaziyatda Amerika Qo'shma Shtatlar prezidenti Donald Trump hozir Beijingni ziyorat qilish arafasida. Bu to'g'risida matbuotlarning bilibmi Hong Kong Yulduzluq Oral gazetining e'lon qilgan bir parcha maqolasi. Mesela Amerika Qo'shma Shtatlar bilan Qo'shma Shtatlar davlat rahbari, yani prezident Donald Trump'ning Beijing'e berib Xi Jinping bilan ko'rishadigan, so'zlashadigan, suhbatlashadigan tema mavzulari nima bu to'g'rida? Andan keyin 3-chi nuqtada vatandaş Afgan Istiqlal TV'ning xabariga asoslanganda Yevropa İttifaqı bir qaror loyiha ma'qullab Cumhuriyet Kompartiyasining 3-ayning 12-chi kuni ma'qullagan Millatlar İttifaqligini taraqqiy qildirish nima qonuniga qarshi ifade bildirib bu Uyg'ur, Tibet ve Mongol, Mongoldek millatlarni assimilyatsiya qilishni tezlatadi ve millatlar ara o'rtada sürkülüş ve ziddiyet paydo qiladi. Biz Cumhuriyet Kompartiyasining bundaq qonunni amaldan qoldirishni talab qilamiz degan ma'noda. Yevropa İttifaqı shunday qonun qaror ma'qullabdi vatandaş. Buning uchun Yevropa İttifaqı ve Yevropa İttifaqı a'zo barliq davlatlar, bo'libmi Latviya, Litviya qatorliq davlatlarning bu yo'ldagi tirishchanliklariga rahmat aytamiz Uyg'urlar. Bugün biz rahmat aytamiz Yevropa İttifaqıga Uyg'urlar vatandaşlar. Endi bu leksiyamizning mavzusini ve mavzuning jarayonini ko'ringlar vatandaşlar. Birinchida Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump yerim kechida ifade bildirdi. Mavzuda xabar 5-ayning 4-kuni Vanyetor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. CNN xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump haftaning 1-kuni 5-ayning 4-kuni dushanba Amerika İran o'rtasida ojiz. Lekin urush to'xtatish kelishimi kuchga ega bo'lamdi. Chunki bundan burun ishga taraf fosfor bo'g'izida urush qilishdi deb qo'yilgan savolga tushuncha berishni rad qildi. Konservativ radio stansiyasining riyosatchisi Xavit qo'g'lishib urush oxirlashdimi deb savol qo'yganda, shundaq harbiy jihat zarba berish eng tez bo'lganda haftaning 1-kuni, ya'ni dushanba kechda asliga keltirilamdi deb yana shundaq savol qo'yganda, prezident Donald Trump riyosatchi Xavitga mundaq ko'rsatdi. Yani men bunu sana aytib bermayman. Prezident Donald Trump yana mundaq ko'rsatdi. Agar men bu masalaga javob beradigan bo'lsam, bu kishining aqli yo'q ekan, prezident bo'lishga bo'lmaydi ekan deb gap topsizlar. Yoki shundaq deysizlar. Dushanba haftaning 1-kuni Fox xabarlarining ziyoratini qabul qilganda prezident Donald Trump İran harbiy tarafga ogohlantirib mundaq ko'rsatdi. Agar ular Amerikaning hozir
Kechiringlar, Amerikaning harbiy parxotlariga, mayli dengiz bo'g'izidagi harbiy parxotlar bo'lsin, mayli Paris qo'ltig'idagi harbiy parxotlar bo'lsin, hujum qiladigan bo'lsa, undaqda ular yer sharidan g'oyib bo'ladi. Ya'ni Iron armiyasi yer sharidan g'oyib bo'ladi. Ziyoratning oxirgi qismida prezident Donald Trump ching turib mundaq hisobladi. Iron bilan bo'lgan urush ko'pchilik asos jihatdan oxirlashdi. CNN haftaning birinchi kuni xabar qilib, mundaq ko'rsatdi. Amerika bilan Isroilga kelgusi 24 soat ichida Ironga hujum qilishni asliga keltirdi. Prezident Donald Trump O'rta Sharq vaqti haftaning birinchi kunidan boshlab erkinlik bilan yo'lga qo'yildi. Kundan boshlab erkinlik plani yo'lga qo'yildi. Ya'ni O'rta Sharqda erkinlik plani o'ttirib qo'yildi, yo'lga qo'yildi. Amerikaning dengiz armiyasi ishga solib, Bosfor bo'g'izini bo'shashtirdi. Urush to'xtatilgan 4 haftadan beri eng og'ir to'qinish yuz berdi deb ko'rsatdi. Prezident Donald Trump dushanba kuni Amerika radio shirkatining telefon ziyoratini qabul qilganda, Amerika Iran urush to'xtatish kelishimi buzg'unchilik uchurdimi degan savolga duch keldi. Prezident Donald Trump bunday javob berdi: urush ancha keskin bo'lmadi. Sen bilishing kerak. Dengiz bo'g'izidagi parxotlar yetkilayotdi. Biz tunigun bir necha cho'ng parxotni yo'lga soldik. Amerika Qo'shma Shtatlar prezidenti Donald Trump ABC televiziyasiga mundaq dedi. Prezident Donald Trump urush to'xtatish kelishimini davomli unum hosil qilishiga duo qildi. O'zini da'vatchimi Prezident Donald Trump dediki, Prezident Donald Trump urush to'xtatish kelishimini davomli unum hosil qilishiga duo qildi. Ular, ya'ni Iron uchun aytganlar, eng yaxshi natija bizning, ya'ni Amerikaning urush to'xtatish kelishimida ching turishidan iboratdir. Prezident to'liqlab turib mundaq ko'rsatdi. Prezident Donald Trump so'zini to'liqlab turib mundaq ko'rsatdi. Biz, ya'ni Amerika, hammani tizginlab turyapmiz. Biz, ya'ni Amerika, cho'qim g'alaba qilishimiz kerak. Nemish shunday ekanligini bilamsan? Muxbirga savol qo'yibdi Prezident Donald Trump. Nemishqa shunday ekanligini bilamsan? Chunki biz Amerika abadiy g'alaba qiluvchi davlatmiz. Nəhayət uzoq zamanlardan boshlab sen buni bilishing kerak edi. Muxbirga da'vatgan gap juma vatandosh. Endi ikkinchi mavzu sizlarga yetkazgan mavzuyimiz bundaq. Bu mavzuning mavzusi bundaq bo'lsa. Amerika Jungo ifoda bildirdi. Yuqori darajaliklar suhbatining 3 cho'ng mavzusi o'tirg'i chiqdi. Mavzular xabar 5-oyning 4-kuni Tayvan markaziy agentligi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Prezident Donald Trump bilan Xi Jinping suhbati musha oyda o'tirg'i chiqdi. Hong Kong yulduzliq orol gazeti tahlil qilib mundaq ko'rsatdi. Amerika Jungo yaqinda ifoda bildirdi ve aloqa munosabatlar oshkor qildiki, ikki davlat rahbarlarining bu qatamqi ikki taraflik suhbati 3 cho'ng yadroliq mavzu: Tayvan masalasi, savdo masalasi, Iron masalasini o'z ichiga olganlik aniq bo'ldi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump 14-kunidan 15-kunigacha Jungoni ziyorat qildi.
Cungo'nun reis Xi Jinping bilen söhbet ötküzüdü. Taşqırda matbuatlar munda xabar qilishdi. Amerika Maliye Ministri Scott Bessent növbetli Beijing seferi, yani Beijing'i ziyaret qilish, yani kendiga söylenmeydi. Dep körsetti. O'xshashli bir vaqtda 4 tane Amerika harbiy transport aeroplani Beijing aeroportiga yetib kelib qo'ndi. 4 tane harbiy transport aeroplani Amerikadan Beijing aeroportiga kelib qo'ndi. Tashqi dunyo suhbat muqimlashdi deb qaradi. Ikki tarafning o'zaro aloqa munosabatlariga qaraganda ifoda bildirib, suhbat mavzulurmi o'ttirg'i chiqdi. Yıldızlık Aral gazeti xabar e'lon qilib, mundaq ko'rsatdi. Jungo Davlat Mahkamasi muavin vaziri Xalifa Amerika Maliye Ministri Bessent bilan 4-oyning 30-kuni ikki davlat boshliqlarining suhbatini muqamlashtirdi. O'xshash bir kunda Jungoning tashqi ishlar ministri Wang Yi Amerika Qo'shma Shtatlar davlat ishlar kotibi Marco Rubio bilan telefon suhbati o'tkazib, Wang Yi Tayvan masalasi Amerika Jungo munosabatidagi eng xatarlik nuqta deb ko'rsatdi. Eng xatarlik nuqta bu populizmmi? Yoki ig'vogarchilikmi? Bu jumlani shunday ishlatdi. Eng xatarlik nuqta debdi. Yoki suhbat bo'lmasa, biz Tayvan qurol ishlatamiz deganlikmi? Yoki nochilikmi, nima, yoki po'chilikmi Jungolikning? Bu nima gap? Masalan, Tayvan masalasi Amerika bilan Jungo o'rtasida eng xatarlik nuqta debdi bu da diplomatiya ministri Jungoning Wang Yi. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Tayvan masalasi birinchi o'ringa qo'yildi. Suhbat jarayonida bu masala Jungo tarafdan tavranmaydigan tagligidir. Minister Wang Yi davlat ishlar kotibi Marco Rubio bilan telefonda so'zlashganda aniq qilib Tayvan masalasi Jungoning jonijon manfaatiga munosabatlik masala. Amerika Jungo munosabatidagi eng xatarlik nuqta. Amerika va'dasiga amal qilib, to'g'ri tanlab elishi lozim. Atalmış to'g'ri tanlashni mundaq tushunishga bo'ladi. Ehtimal bu oxirgi jumla muxbirning so'zi bo'lishi mumkin-mi? Amerika va'dasiga amal qilib, to'g'ri tanlash elib berishi lozim. Atalmış to'g'ri tanlashni mundaq tushunishga bo'ladi. Jungo taraf Amerika tarafdan bu qatimqi suhbatda Tayvanning mustaqil bo'lishiga qarshi turadiganligini aniq ifoda qarshi turadiganligi to'g'risida aniq ifoda bildirishni talab qildi. Demak, shundan qaraganda agar Wang Yining so'zi Rossiya bitirib tura olsa, bu qatim Beijingda bo'lgan suhbat Tayvan masalasini birinchi o'ringa qo'ysa, Saudiya va boshqa Iran masalasini keyinga qo'ysa, ikkinchi suhbatga qo'ysa, birinchi masalasi Tayvan masalasi. Jungo hozir talab qilibdiki, Tayvanning mustaqilligiga Amerika taraf qarshi turaman deb ifoda bildirishi kerak. Lekin bu yerda ishlatilgan bir jumla bor, diqqat. Vatandoshim, Amerika to'g'ri tanlab olishi lozim. Amerika va'dasiga amal qilib, to'g'ri tanlab olishi lozim. Nima va'da? Siz biz bilmaymiz vatandosh. Bu ikki davlat o'tirishidagi ish, ikki davlat boshliqlari o'tirishidagi ish. Amerika va'dasiga amal qilib, to'g'ri tanlab olishi lozim. Atalmış to'g'ri tanlash bu yerda nima bo'lganda, suhbat jarayonida Jungo taraf talab qildiki, Amerika tarafdan Tayvanning mustaqil bo'lishiga qat'iy qarshimiz deb ifoda bildirishgan. Bu Jungolikning talabi. Suhbat o'tirib qo'yilishi buning prezident Donald Trump nima deb javob berdi? Bu prezident Donald Trumpning o'z ixtiyori. Xabarda mundaq ko'rsatildi vatandosh. Amerika Jungo 6 qatim savdo suhbati o'tkazdi. 6 qatim. Bizning bildirganimiz
5. ayının 12. günü ötken yılı. Cenve 6. ayının 9. günü ötken yılı. Stockholm 7. ayının 28. günü ötken yılı. Stockholm ketdi. Stockholm ketdi. Yana qayat London dep bolduq. 7. ayının 28. günü. Yana bir qayat vatandaş qarama. Cenve, London, Stockholm, to'g'ri, Stockholm 7. ayının 28'deki, 6. ayının 9'unda. 7. ayının 28 Stockholm, 9. ayının 14. günü İspanya, Madrid vatandaş. Tötketdi mi? 10. ayının 25. günü Kuala Lumpur, Malaysiya. Biz muşun 5 dedik, bir yerde muhbir 6 depti. Yani birisi qaysini tutup qaptık. Bir yıl digidekmiş 5 qatımlıq söhbet arqalıq Amerika Cungo oturuş söhbet. Adet kişemez bu. Ha, bunu deyişli orunu kopap bildiği iş yok vatandaş. Bu 2026 yıl bu. Hal kılış gerek bu söhbetke. Cungo taraf cevap veriş gerek. Mesele bir şey ya. Cungo taraf cevap veriş gerek. Hazır 2026 yılında 5. ayının 5. günü, 5. ayının 14. günü Amerika Koşmuş Ştatlarının prezidenti Donald Trump Cungo'yu ziyaretçi oldu. Deydi, haberde bunda görüştürdü. Amerika Cungo 6 katım soda söhbet ötküzdü. Hazır bir sana 5 katımdı gün. Şinişke buldu ki soda yanala. Prezident Donald Trump ile Xi Jinping söhbeti hoş nokta bulu, kızık nokta bulu. Bak hatta izletme. Kızık nokta bulu hesaplandı vatandaş. İran meselesi gelsek. Hong Kong, Yıldızlık Aral, yüzün makalesi mındak görsek. Bütün yer şarının enerjiye bir xatarligi berip çetildi. Demek bütün yer şarının enerjiye bir xatarligi berip çetildiğin bolsa İran meselesi. Biyazı Cungo'nun sürüş kılış nime hukuku var mesela. Biyazı Cungo'nun bunun mesulü buluş nime hukuku var mesela. O ilişkinin mesulü buldu degen gep hazır olsa. Oturuğa çıkkını yok. İşki mesele kettim ha vatandaş. Ondaqda İran meselesi yer şarının enerjiye bir xatarligi bir çetildi. Cungo'nun Birleşken Devletler Teşkilatı'nı turuşluğu kalçısı bozun. Mundaq gösterdi. Prezident Donald Trump bu ayda Beijing'ni ziyaret kılganlar. Fosfor boğuzu yanıla kamal kılıngan halette turdu. Demek fosfor boğuzu kamal halette, kamal kılıngan halette. Amerika taraftan kamal kılıngan müşündak halette Amerika Koşmuş Ştatları Prezidenti Donald Trump Beijing'ni ziyaret kıldı. Şuna bak azı bozunun gibi karanlığı. Bu mesele Amerika, Cungo, yukarı derecelikler söhbeti de en mühim mavzu buldu. Gördünüz mü? Demek birincisi en mühim mavzu Tayvan meselesi. İkincisi en mühim mavzu Suudi meselesi. Üçüncüsü en mühim belki yeni mavzu İran meselesi. Bunun Bosfor denizi, Bosfor boğuzu meselesi. Yani bir yerde dünyanın enerjiye bir xatarligi meselesi. Kattı gap. Yani bir yerde Cungo'nun meydanı nime, siz demegi mesul. Cungo'nun dünyanın enerjiye meselesi mesul olma. Siz muşu doğurdu, muşu süpette, muşunda subjektif orungu kötürülüp fikir kılalaydıgan Cungo'ma ben işenmeyim bununla. Hazır gap, İran meselesi. Amerika Cungo oturuş keskin mesele dişi bozun. Birleşken Devletler Teşkilatı Turuşluq Cungo'nun vekili şundak diyen bolsa, ben tüm gülletin vatandaşları sözüm 90% İran'ın nipti Cungo'yu kırdı. Kanunluk emez, kanunsuz yolu bilen. Şimdi de parxod qayerden kozguludu, hiç kim bilmeydi. Paris koltuğundan çıkan parxod, ahire o ben hep, bundan ben hep. Ya ki denizde onda süzüp, bunda süzüp degende Malakka boğuzu kildi ve şu yerge kelip almaştırdı. Çünkü onun parxoda kaçılangan nefislerini almaştırıp onun marka oruntudu.
Bu nipet nereden kelyaptır? İran'dan emas. Bu nipet qayerdan kelyaptır? O'rta Sharq falan davlatdan. Yalğandan mark çaplaydı. Mark çaplap andın Shandong yoki Qingdao shahridagi çaydan zavodi. Çaydan energiya pishiqlab ishlash zavodiga kelib qo'yildi dedi. Bugun agar İran meselesi Prezident Donald Trump bilan ciddi suhbatning ciddi mavzusi bo'ladigan ish bo'lsa, Xitoyning nazarida bu dunyoning energiya masalasiga ko'ngil bo'layotgan Xitoy emas bu. 90% nefit yo'l to'silib qoldi. Men Jungo mushuninga ko'ngil bo'layotgan gap vatandoshim. 90% nefit yo'li to'silib qoldi degan gap. Bu ya O'rta Sharq degan İran qaratgandek zembirekning sattıvoğlarını maylab turib, enin o'qla qaçalab turib, o taq tarafga birini, bu taq tarafga birini atadigan ish emas. Onun uchun vaqt bor. Bir haftada qaçalamsiz o'qni, bir haftada maylamsiz miltiqli stavo'lni, zembirekni kanini degandek. Shuning uchun vaqt ketadi. Jungo'liq apandi, bo'zun apandini aytdi jiddiy masala. İran meselesi, Cumhuriyet Amerika oturusu İran meselesi. Ben koştum 4 gündür beri size söz gelirse bu için 90% İran'ın nipte Cumhuriyet'e geldi. O bir hafta şikayetçide oklaydıgan, betleydigan zembrek emez. Enerjiye tohtu değil diyen ki bütün devletten bağırlık sistemi organlarından biz paylaş küçüktü diyen ki paralı çıboldu diyen ki. Şuna fosfor boğazda kanda içi biteş, kanda koyu biteş. Abel kadar 90% İran nefti Cumhur Bazırı'nın hep kireç, kandak kireç. Bu eğer ki bugün hükümde hem diplomatiya, hem harbiy ishlar, mesela fosfor boğazda uruş buluvatı desek, harbiy ishlar, hem enerjiya meselesi, hem diplomatiya meselesi bulduğun bolsa, bu qatimki söhbetinin Beijing'de kandak söhbet bulduğunluğunu doğru düşünübilen, enik düşünübilen vatandaşım. Onun üstüne Tayvan meselesi, bir de Tayvan meselesi emas. Bir yerde geopolitiklik siyaset var. Canınız mı? Böyle Tayvan meselesi kandak kılma. Hem gep deyiş bulduk. İsiniz de olsun. Bu yıl 4. ayının 10. günü, şu ay, ötken ay 11. günü Amerika Koşmuş Ştatları Devlet Mahkemesi şirketin bayanat şekillik siyaset ilan kılıp Cumhur Tayvan söhbet arkalık meseleni hal kılındı, tamam. Amerikalık gepidi yanmaydı değil mi? Yani Cumhur kandak pozisyon kullanırsınız bu meseleye. Söhbet arkalık kandak kalkılısınız Tayvan meselesini. Bu katim ciddi. İzin vekiliniz bozun etkanda şunca ciddi olsa bu katimki söhbeti İran meselesi kandak kalkılısınız. Fosfor boğazı meselesi kandak kalkılısınız. Adet emez, adetkilik iş emez bu Cumhur'un rehberi Xi Jinping. Yeninizi işki lünge koyuverin çünkü terleysiz. Bu katimki söhbetime işinime ki terleysiz Xi Jinping efendi. İşki lünge koyuverin. Terligende kirek kıldı lünge. Bu katimki söhbetime şunun işinime ki siz terleysiz Xi Jinping efendi. Benim bugünkü sözleri kaldık siyerlerim müşakir vatandaşlar.